Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimiz? Charchamayapsizmi? Ha, qo'lingizda qovun bilan. Bir qovun qilaylik yurdik. Ha. Qaysi tomonga siz? Sanatoriyagami? O'sha tomonga yo'q, yo'lim ekan. Bo'ldi, oldiga chiqarasiz faqat. Chunki orqada siberka apparatlarim bor-da. Oldiga qo'ying mana. Oldiga qo'ying, ikkita to'lib. Voy, qovunmi? Sen chiqinchi mana ikkita to'lib. Ikkita to'lib yo'q. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima bo'ldi? Ko'ylagingiz qisilib qolibdimi? Ha? Endi mashinamning eshigi ham sho'xda. Bir vaqt qizni qilsay debdi-da. Ha, vilajninglar bilan. Shu vilajningizda men ham betim artsam-da, mana kuyib ketganlar ishib ketammikin. Ha? Svarchiman demangiz. Opa, svarchi temir ish qilaman. Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda, Voha tomonlarda. Qashanga endi hozir ozgina damga chiqqan paytimda kelib, ozgina kira qilib qo'y deb. Endi hozir ham kira emas, mana orqani qarang, savargan narsalar bo'yotibdi. Elektrod, hamma narsalar bo'yotibdi. Savarga ishlar qilib turaman. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Nima qovunlar bilan? Bir qovunxo'rlik qilaylik deydi. Kim bilan endi? Sheriybomi? Ha? Sheriybomi? Sherik bo'lsa, sherik yo'q bo'lsa ayting. Bo'ldi, ketaver. Qovunimni og'zini qilgani qovundi. Men yaxshi qovun yeyman. Hozir endi borgandan keyin buni tushirasizmi? Qarangda, lekin qovun tushirib yurmaydi faqat. Buni tushirsiz hamda. Uylarda mabodo tiflisa qilish kerak emasmi? Qilish kerak, kakras. Ha? Kakras. Kakrazmi? Kakraz emas, karkaz deydi. Karkaz to'qib o'zim chiroyli qilib, agar sizlarga ish qilib, temir ish sizlarga ish kerak bo'lsa, menga aytaverasiz. Mana, bu qarang, mana. Mana bu